Jinsiy aloqa haqida 5 ta yolg'on gaplar. Urolog sifatida bu gaplarni tasdiqlayman. Birinchisi, prezervativ, ya'ni jinsiy aloqa himoyalangan holatda kasallik yuqmaydi. Bu aksincha noto'g'ri fikr. Prezervativlar asosan kasallikni oldini olish emas, homiladorlikni oldini olish maqsadida ishlatiladi. Teridan o'tadigan kasalliklar saqlangan, ya'ni himoyalangan holatda ham yuqishi ehtimoli bor. Ikkinchisi, jinsiy aloqa vaqti qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu ham noto'g'ri fikr. Aloqaning eng optimal vaqti 2-3 minutdan 15 minutgacha hisoblanadi. Jinsiy aloqa vaqtida uning vaqti emas, asosan uning sifati muhim ahamiyatga ega. Uchinchisi bo'lsa, farzandga harakat qilganda aloqadan so'ng ayolni tagiga yostiq qo'yish yoki bo'lmasa yonboshlatib qo'yish. Bu ham aksincha noto'g'ri fikr. Aloqaning oxirida chiqqan spermatozoidlar qinga tushgandan keraklisi qoladi, qolgani chiqib ketadi. To'rtinchisi, yosh erkaklarda jinsiy zaiflik kuzatilmaydi. Bu ham noto'g'ri fikr. Qandli diabeti bor, qon tomir kasallik bor, doimiy stressda yuradigan yosh erkaklarda ham jinsiy zaiflik kuzatilish ehtimoli bor. So'nggisi bo'lsa, mast holatda aloqa qilsa, aloqa sifati oshadi. Bu ham aksincha noto'g'ri fikr. Ma'lum vaqt yaxshi bo'lishi mumkin, keyingi davrlarda muammo keltirib chiqaradi. Siz shunga o'xshash qanday muammolarni bilasiz? Kommentariyada yozib keting.